Men o'ylayman, Kanada bilan o'rtoqlik o'yini bizga umuman kerak emas edi. Eng qizig'ini aytaymi, Kolumbiya terma jamoasi to'g'ridan-to'g'ri boradi Meksikaga bir necha kun avval. Meksikada joylashgan stadion dengiz sathidan juda balandda joylashgan. O'sha dunyo reytinglarida ham top 5 talikda turadi Azteca stadioni nafas olish qiyinligi bo'yicha. Shu ma'noda oladigan bo'lsak, men o'ylayman, Kanadaga qarshi o'yin, umuman Kanada bilan o'ynashimiz masalasi juda ham noto'g'ri bo'ldi. AQShga uchib kelishimiz, etga moslashmasdan bir kunda o'z bir 4 kun, 5 kun vaqt ketadi moslashishga. U yerga moslashmasdan turib, Kanadaning eng shimoliy hududidagi aholi kamroq, siyrakroq yashaydigan shahariga uchib borib, etda o'yin o'ynab, etdan bu yoqqa qaytib kelib, bu yerda yana bitta o'yin o'tkazib, yana boshqa shaharda o'ynaymiz Niderlandiya bilan. Boshqa shaharda o'ynab, ular bilan o'yinni o'tkazgandan keyin yana Meksikaga uchib borib, mana shu narsalarni o'zi esplash. Kanada chiptalar sotuvidan umuman O'zbekiston bilan o'yindan 21 million dollar ishlabdi. Biz nima yutdik Kanada bilan o'ynab? Hech narsa. To'g'ri rol o'ynab. Men tushunardim-da, bizning guruhimizda agar Shimoliy Amerika jamoasi bo'lganda ham tushunardim. Bizda Janubiy Amerika jamoasi, Yevropa, Afrika, bizda Markaziy Amerika yoki o'sha Shimoliy Amerikadan birorta jamoa yo'q. Kimga tayyorgarlik ko'rdik biz? Kanada-ku guruhida adashmasam, Osiyo jamoasi bor. Ularga qulay bo'ldi bu. Biz nima yutdik bundan? Hech narsa. Biz nima ko'rib oldik? Hech narsa. Biz faqat charchadik, biz faqat borib keldik, vaqt yo'qotdik, asab yo'qotdik va futbolchilarni va muxlislarning o'rtasidagi o'sha kontaktni ancha buzdik. Jahon chempionati avvalida o'tkazadigan o'sha